So'nggi yillarda vaqtning tezlashayotgani haqida ko'proq gapira boshlashdi. Ehtimol buni o'zingiz ham sezgandirsiz. Olimlar ta'kidlashicha, bu tezlashish taxminan 1980-yillarda boshlangan va vaqt yanada tezroq o'tayotgandek tuyulmoqda. Odamlar avvalgidek ko'p ishlarni amalga oshirishga ulgurmayapti va olimlar hozirgi kundagi vaqtni 24 emas, balki 18 soatga teng deb hisoblashmoqda. Hozir 40 yoshli odamlar avvalgidek 30 yoshdagilar kabi ko'rinadi. Masalan, muqaddas Afon orolidagi monastirda yashovchi rohiblar ham buni sezgan. Ular asrlar davomida bir xil ibodat kitobini o'qib kelishgan, lekin endi uni bir kun ichida tugatishga ulgurishmayapti. Tibetdagi bir monastirda esa rohiblar har kuni aynan bir vaqtda sham yoqishadi. Bu shamlar to'liq bir kecha kunduz yonishi kerak. Ushbu shamlarni yasash texnologiyasi yuzlab yillardan buyon o'zgarmagan, ammo bir vaqtdan beri rohiblar shamlar bir sutka davomida to'liq yonib tugamayotganini payqashgan. Siz ham vaqtning tezroq o'tayotganini sezganmisiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.